Ana, sobiq kuyovimizdan aliment undiryapsan-ku. Endi pulsiz qolmayapsan-ku. Bilaman. Sizlar meni mana shu uydan ketqazish paydasizlar. Lekin ovora bo'lasizlar. Men bu uydan ketmayman. Tushunarlimi? Aka, siz o'g'ilsiz. Oyimni borib, holidan xabar olish sizning vazifangizga kiradi, menimcha. Tavba. Tavba qildim. Hozir o'zini onasi haqida shunaqa gapirdimi? Ko'rdingizmi singlingizni? Haddidan oshib ketdi. Yo, bu qizga ona ham kerak emas bo'lib qopti o'zi. Menga qara. Ko'p gap, eshakka yuk. Ovqating tayyormi? Ha, pishgan. Oyjonga borasizmi? Ya, o'zim qornim ochdi. Onam oldilariga bormayman. Shifoxonada shundoq ham ovqat berishadi-ku. 1-2 kun yeb tursinlar. Hech narsa qilmaydi. Ertami indin yo'lim tushganda borib kelaman. Dilbar opa, ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Sizga issiqqina tovuq sho'rva olib kelgandim. Issig'ida ichib olasizmi? Faridaxon, rahmat. Baraka toping. Har kuni ko'rgani kelib, meni xijolatga qo'ydingiz. Bu yaxshiliklaringizni hali qachon, qanday qaytaraman? Sizni ham ovora qilib qo'ydimmi? Nega ovora bo'larkanman? Axir bir-birimizdan faqat yaxshilik qoladi-ku. Rahmat sizga. Boringizga shukr. Ba'zan o'z yaqinlaringdan, o'g'il qizlaringdan ko'rmagan yaxshilikni begonalardan ko'rsang, ajablanarkansan. Dilbar opa, siz xijolat bo'lmang. Nima yegingiz kelsa, ayting, olib kelib beraman. Nima yegingiz kelyapti? O'zi bir so'mka narsa olib kelibsiz, Faridaxon. Shunisiga ham rahmat. Hey, Dilbar opa, sizni bizni oilamizga qancha mehnatingiz ketdi. Sizga qancha qilsam shuncha kam, opajon. Hozir ukolingiz tugaguncha sho'rvani suzib beraman. Issiqqina ichib olasiz, xo'pmi?